Muhammad Ali keldilar shekilli. O'zim qarayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Santexnik chaqirganmidinglar? Ha, keling. Uyda erkak kishi yo'qmi? Ko'zingizga qiz bola bo'lib ko'rinyapmanmi? Yo'q, haligi Kiring. Oddiy yoqsa-yu, o'zing yoqsang bo'lmaydi. Men tushunmayman. unda qachon o'tgan? Dadam o'tmaganlar. Uzoq vaqtga xizmat safariga ketgan. Tuzatib berasizmi, amaki? Yo'q, qisqasi. Necha kundan beri bunaqa? 3 kundan beri. Yaxshilab tuzatib bering. Mana bo'ldi. Xizmat haqi qancha bo'ldi? Puling kerak emas. Arzimagan ish ekan. Har qanday xizmat haqqi bor. Menga becharaga qaragandek qaramang. Pulim bor. Shu yetadimi? Sizdan bitta iltimosim bor. Qanaqa? Biz bu yerga yaqinda ko'chib keldik. Dadam o'tganlarini hech kim bilmaydi. Shuni hech kimga aytmang. Nimaga? Erkaklar onamga yomon ko'z bilan qarashmasin. Xo'p. Meni kuzatib qo'yasan? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Kelganingiz bilmay qolibman. Charchamadingizmi? O'tiring. Qoringiz ochgandir. Bilasan qizim, men erkak kishiman. Ko'p vaqtim ko'chada o'tadi. Sen ham katta qiz bo'lib qolding. Shu tarbiyang bilan shug'ullanadigan bir ayol kerak. Dada, men yosh qizga nasihatni o'qiyman. Ko'p narsa o'rgandim. Kitob o'qiganing yaxshi qizim, lekin senga ona kerakmi deyman-da. Ona dedingizmi? Ha qizim. Ana endi gapiring. Suhbatimizni onam rahmatligini rasmlarini eshitmasin. Chunki sizni hamma ayollardan qizg'anardilar. Bugun bir uyga borgandim. Ishga chaqirishganda. Dadalar olamdan o'tgan ekan. Uy juda saramjon. Bitta kichkina o'g'il bor ekan. Dadajon, ayol qanaqa ekan? Chiroylimi? Ayolni ko'rmadim. Faqat o'g'li bilan gaplashdim. O'g'liga zo'r tarbiya beribdi. Haqiqiy erkak qilib tarbiyalabdi. Bilasan qizim, u bolaga kichkinaligida ona tarbiyasi yetarli bo'lgandir. Senga shu yoshinggacha men bergan tarbiya yetarli bo'lgandir. Lekin endi senga ona tarbiyasi, u bolaga dada tarbiyasi kerakmikan deyman. Tushunarli. Dadajon, agar ukalarim yoki singillarim bo'lsa, meni unutib qo'ymaysiz? Bu nima degan qizim? Men sizni yaxshi ko'raman. Dada, o'sha ayolni uy qattaligini bilasiz? Mana o'sha yerga boring. Nimaga? Sovchilikka.
To'xtang. Hı? O'zim ochaman. Och. Alisa, yaxshi. Oying bormi? Oyi. Kel qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim. Yana deng. Nima dey? Qizim deng. Nima gap qizim? Sizda bitta ishim bor edi. Kira qol. Men Akmal akani qizlarmi? Qaysi Akmal aka? Oshxonadagi jo'mragilarni tuzatib ketgan usta. Ha, shunaqami? Baraka topsinlar. Yaxshi tuzatib ketibdilar. Bilasizmi? Men juda mehnatkash qizman. Kiyimlarimni o'zim yuvaman. Uyni o'zim tozalayman. Injiqlik qilmayman. Maktabda ham yaxshi o'qiyman. Sizga va'da beraman. Uyimizda qo'lingizni sovuq suvga urmaysiz. Tushunmadim. Menga oy bo'ling. Qanaqasiga? Dadamga turmushga chiqing. Men sovchi bo'lib keldim. Qizim. O'zingni oying Oyim koronavirus paytida olamdan o'tganlar. Hamshira edilar. shunaqami? Bizda dadamiz ham koronavirusdan olamdan o'tganlar. Militsiya edilar. Menga oyi bo'la olasizmi? Ha qizim. Oyi, Ha o'g'lim. balki suhbatinglar tugagandir. Ha tugadi. Xafa bo'lmaysan qizim. Uyimni erkagi shu. Qizim. Yana kelgan. O'g'lim gaplaridan xafa bo'lmagan, xo'pmi? Qap. Suvchilik masalasiga kelsak, kattalar hal qilishadi. Ammalar, buvilar degandek. Ha. Qani, kelinglar. Xush kelibsizlar. Bizni mo'jazgina uyimiz shu. Shinamgina ekan. Ochig'i men nima deyishni ham bilmayman. Chunki bunday vaziyatga birinchi marotaba tushyapmiz. Men farzandlarimizdan uzr so'ramoqchiman. Sizlar aslida murg'aksizlar hali. Lekin erta katta bo'lishga majbur bo'ldingiz. Muhammad Ali, meni dada deyishga majburmassan. Lekin seni xuddi o'z o'g'limdek tarbiyalashimga ruxsat ber. Dada, men ukamga uyga vazifalarni qilishga yordam bering. Agar oyim ruxsat bersalar. Albatta qizim. Albatta. Ukangga yordam berasan-da. Bu xona bizni xonamiz. Bu esa Shahzodaniki. Ukam men bilan yotsam maylimi? Yo'q, mumkin emas. Chunki sizlar katta bo'lib qolgansizlar. O'g'il bolalar va qiz bolalar alohida yotishadi. Mana bu xona Muhammadlarniki. Hamma charchadi. Endi kirib uxlaymiz. Oyi, Labay bolam. siz men bilan uxlang. Albatta bolam.
og'ritdilar, yuragimni yedilar ona. Men olsam dadamni qabriga qo'ying, dadamni sog'indim quchoqlab yotay. Dunyoda to'ymadim diydorlarga, u dunyo qo'lidan mahkamroq tutay. Uyda ba'zi narsalar kam qolibdi. Bozorlik qilib berasizmi? Mana shu odatingiz zo'r ekan. Tugaganda emas, kam qolganda aytishingiz. Keling, bugun bozorlikni Muhammad Ali qilsa. Qanday bo'larkin? Zo'r bo'ladi. Nima kerakligini aytasiz? Birga chiqsam bo'ladimi? Yo'q. O'zi chiqib olib keladi. Mana bu pul. Mahallani boshida bozorcha bor. Olib kelasan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Qorningiz ochmadimi? Biron nima bo'lsa yerdim. Oyijon, Ha, qizim. men pishirib beray. Mayli ko'ya, lekin Shunaqasi. nima o'qiyapsiz? Alloh sari 20 bekat. Bu kitobda Allohga nisbatan muomalamiz qanday bo'lishi kerakligini bilib olmoqchi ekanmiz. Quyidagi savollarga javob topishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Mana Muhammad Ali. Tuxumi butuni yo'qmidi? bor. Qoyil Muhammad Ali. Rosa sersuyak go'sht olib kelibsan. O'zi bugun bir maza qilib sho'rva ichgimsiz kelgandi. Non ham rosa sho'rvaga qo'shib yeydigan bo'pti-a? Puling yetdimi ish qilib? Ha, ortib ham qoldi. Mana. Barakalla. Ayasi? Muhammad Ali rosa ham barakali yigit ekan-ku, ha? Keyingi safar men bozorga borganda albatta seni olaman, xo'pmi? Xo'p. Chunki baraka bor ekanda senda. Daram. Ovqat tayyor. Voy, Shahrizoda. Dadasi, qarang. Zo'r pishiribdi. Qani boshlang. Qornim tatalab ketdi. Shahrizoda, barakalla. Zo'r pishiribsan. Men sendek paytimda bunaqa pishira olmasdim. Endi ovqat tayyorlasak, birga tayyorlaymiz. O'rgatasan, xo'pmi? Qani, kela qol. Qani, oldik. Baxtliman